Qanday vitaminlar bolaning o'sishi va sog'lom rivojlanishi uchun katta yordam beradi? Bolaning organizmi tez rivojlanganligi sababli nafaqat ovqatlarga, balki vitaminlarga ham muhtojlik sezadi. Quyidagi vitaminlar bolaning sog'lig'i uchun eng to'g'ri vitaminlar hisoblanadi. Birinchisi vitamin D. Bolaning suyak hamda tishining mustahkam bo'lishi uchun asosiy vitamin hisoblanadi. Quyosh nuri vitamin D ning eng tabiiy manbai. Ikkinchisi vitamin C. Immunitetni mustahkamlaydi hamda shamollashlarni yengib o'tishga yordam beradi. Bu meva va sabzavotlarda ko'p bo'ladi. Uchinchisi vitamin A. Bu ko'rish, teri hamda soch uchun juda muhim hisoblanadi. Sabzi, tuxum sarig'i hamda sut mahsulotlarida ko'p uchraydi. To'rtinchisi vitamin B guruhi. Bu asab tizimi, xotira uchun juda muhim hisoblanadi. Bu asosan go'sht hamda don mahsulotlarida ko'p topiladi. Beshinchisi kalsiy va temir. Bu suyaklar, qon hamda o'sish uchun muhim elementlar hisoblanadi. Unutmang, eng yaxshi vitamin bu tabiiy ovqat hisoblanadi. Bolaga vitaminli dorilar berishdan oldin shifokor bilan maslahatlashing. Bolalar sog'lig'i haqida muhim ma'lumotlarni bilib borish uchun sahifamni kuzatishda davom eting.